Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 27 fevral 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 53 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.136 so'm 57 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.213.657 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.3% ga tushdi. Yevro 11 so'm 52 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.318 so'm 73 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.431.873 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.8% ga tushdi. Rossiya rubli 83 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 157 so'm 70 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 157.700 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1.4% ga tushdi. Xitoy yuani 6 so'm 98 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1774 so'm 2 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.774.020 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1.3% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 40 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 96 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7695 Rossiya rubli 99 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.